Assalomu alaykum obunachilar. Biz yana ro'za Ramazon oyida aksiya qilishni boshladik. Ko'rib o'zinglar baho berasiz. Bunaqa narxda hali hech kim chiqarmagan. Faqat Anjom mebelda bo'ladi. Ko'rib o'zinglar baho berasiz. Ulgurib qo'yinglar. Bitta ishimiz qoldi. Ishimizning razmeri 320 joyga tushadi. Xolodilnigi bilan birga hisoblanganda, yo'q, menga xolodilnik kerak emas, boshqa yerda turadi xolodilnigim desa, bu shu tunmas chiqib ketadi-da. Bundan bu yoqqa 260 joyga tushadi. Ishimizni rossiyskiy laminat igr firmada bo'lgan. Agar buni paganometriga hisoblaydigan bo'lsangiz ham 6 million so'm atrofiga chiqadi. Biz unaqa narxda emas, bomba qilib qo'yganmiz narxini. Shu ishimizni, shu turishini 4 million so'm qilib qo'ydik. Ulgurib qo'yinglar. Ishimizni orqalari kafir, mexanizmlari Dauchi mexanizm 100%, rezinaviy kromka chekaralari, rolilarigacha vakuum. Ko'rib o'tasiz. Bu yeriga mo'ka tushadi, bu yeriga shushurka tushadi. Agar shushurka mo'ka qo'yib bering desangiz, shushurka mo'kasini ham ichida qilib beramiz. Bu yerga duxovka tushadi, gaz tushadi. Xohlasiz vitishga o'rinni ham ochib beramiz. Yo'q, menga gaz vitishda kerak emas desa, faqat duxovkaning joyi bo'ladi. Ko'rib o'zinglar bor, orqasi kafe. Bitta mo'ka, bitta shushurka qo'shib beramiz. Buning narxi shu turishi 4 million so'm. Noto'g'ri eshitmadinglar, to'g'ri eshitdinglar. Bitta ishimiz qoldi. Bo'yiga keladigan bo'lsak, bo'yi 250 joyga tushadi. Kimga shunaqa mebel kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib beramiz va bu ishimizga ulgurib qo'yinglar. Bitta qoldi aksiyada.